أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala fazl ihsan ve inayetlen bugünkü okumakçı olan dersimiz En-Nutbeh degan şu ders kılışımız inşallah. Ötken günler toxtab bayırımız müşahede kegerimizin de okuyumuz. En-Nutbeh. En-Nutbeh yani mendub o değil ekan. Mendub yani bu nimrime ise el-mutefecce'u aleyh. Onunğa qandaq dert əlem kelgan kishi deb mana bilgan va mutafajji alay yoki mutavajjau yoki al mutavajjau minhu al mutafajjau alay yoki al mutavajjau minhu mutafajjau alay degancha u qandaq desa o'zimda boshqa bir kimga dard kelgan kishi voy faloni madam madaqiqa qutqizish qilaylik qilib qopti, ahvol xatar olib chiqib qopti degandek ovozini ko'tarib xuddi tovlig'ini o'xshash uni qutqizishga undash. Val mutavajjau minhu degancha masalan boshqalar uchun emas, o'zi voy men beshim og'riyotidi, yo dumbam og'riyotidi, yo belim og'riyotidi, voy man dori binasini bormidi degandek masalan. Qolgan misoldan ko'raylik. Musannif deydi İbn Malik. Malil munad ec'al limen dubin ve ma nukira lem yundab ve la ma ubhima ve yundabul mevsulu bil leziştehar kebi're zemzemin yeli ve men hafar ve muntehel mendubi silhu bil elif matluvuha in kana misleha huzib. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما أوله مجانسا يكن الفتح بوهم لابسا وواقبا زدها سكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها تزد وقائل وعبديا وعبدا من فن اليازا سكون عبدا. Böyle. Hoş. Yani mendup munada uchun qilgan narsani deydi. Bir narsani ki munada uchun bo'lgan narsani qilgin ham uni uchun mendup qilgin. Masalan harf nida munada yuqorida bu munadaning bobi bilan nidaning bobi bilan yakni tunishgan. Masalan ya Zeydo, ya Abdullah, ya talian jabalan xuz biyadi degandek masalan bunga yoki nim bo'ladi idofatdan xoli bo'lgan bo'ladi yoki idofat bilan bo'ladi yoki shibhi mudof bo'ladi deb yuqorida qisqacha bayon qilgan. Va bunga nurg'un o'zini shurut va ahkomlarini bayon qilib o'tgan. Ham ashunga o'xshash qilgin mandub uchun bir narsaniki munada uchun qilgan narsa qilgin edi. Qilgin mandub uchun munada uchun qilganni qilgin. Mandub munadaga qandaq i'rob bergan bo'lsang, mandub uchunmi shundaq i'rob bergin demakchi. وما نكر لم يندب ولا ما أبهما وأمد nekir kılıngan isim nekir olsa onu mendup kılınmaydı. Bir adam vay kutuzutmakçı olan bolsa, kutuzuvamakçı olan bolsa, vay ma adam da bir tunmoq adam gibi kadar tolap jürmeyi normalda.
Bir tunuş biliş boğan bolsa vay ma falan adım kan jıkılıp kapto mu ya da ya ki ma bir hali hatar amal şu kapto da bana tolağın gep eğer nekir kılıngan yani tunulmaydıgan mandak şahs olsa mandak adam olsa mandık kılınmaydı ve mandık kılınmaydı mubhem kılıngan yani eniksiz da hal aşkar olmagan ya kimliği enik olmagan mubhem manda hem unuço mandık kılınmaydı dedi mandık kılıngan neyse ma'rif bo'lishi kerak yoki alam bo'lishi kerak yo va zayda va amra degandek va zahra va rijla deganga o'xshash masala yana bundan mandub qilinmaydi lekin ma'rif mana kirinchi mandub qilinmaydi deyilmaydi mana va rajula deyilmaydi voy bu odam deb aytmoqchi bu to'liq odam tovlangan odam qarta tunishib bo'lmish kerakda tunigan bo'lsa voy ma qarindoshimiz manda bo'lib qolibdi voy mani bir qutqizib olayli ya manda bir yomon holat ketib o'tibdi mana bir aldiga chaq qo'yayli degan o'xshash va mubhamni hamcho nakir qilinmaydi ism ishorat qo'shish va haza voy bu deb ism ishorat bu nima mubham bu ta mushar ilay bo'lmagan bo'lmasdan u bu deb qo'yib qo'ysa bu qaysi nima bu aniqsiz bir narsa bo'lib qoladi demak ismi ishorat buni o'zi deb qatildi ammo alimiyati qatorida sanaladi mana shu musharin ilayga yo'linish bilan alamni qatoridan deb sanaladi agar musharin ilaysiz yana bu mubham holat bo'lgan bo'ladi mayli ism ishorat bo'lsin mayli ism mavsul bo'lsin bularni o'zi nima bu mubham deyiladi va haza demiş voy bu deb bana o'xshash va mavsulni ham qanday qilmaydi mandub qilmaydi fala tundabu nakiratu val mubhamu valal mavsulu demakchida yani mavsulimicho mandub qilinmaydi illa demada va yundabul mavsulu bil lazishtahar كبئر زمزم يلي وما كبئر زمزم يلي ومن حفر مندوب قلندو موصولne ism işaret mendub kılmaydı tekir mendub kılmaydı mevsul mendub kılınmaydı lekin lam o mevsul kanda kozgan bosuludu mendub kılındı bir mevsullenki bir neslenki meşhur olan neslenki yani silsilen maruf olan bizimço silsilen maruf meşhur olan mandak mevsul olsa onu mendub kılındı ama onun silsilenço meşhur olmagan mandak mevsul olsa bunun özünço mendub kılınmaydı değil. Yani kandak degende bu yana elden hali olgan bolsa. Elden hali olgan bolsa deydi o mevsul. Mevsuluma mendub kılınmaydı. Lekin lan mendub kılındı eğer elden hali olsa yani ellezi olmaydı demek. Ellezi degende elva. Onun için karşı usul olurken men usul olurken. Ya ki ma usul olurken men ve ma. Bula bunu mevsulunki adavatlarınki isim mevsulunu katardı bu. Men ve ma. Mendub kılmaydı. Bu yukarılarını. Nekir oğandı mendub kılmaydı. Bu hem boğan mendub kılmaydı. O mevsulumu mendub kılmaydı. Lekin mendub kılındı mevsul ne? Meşhur oğan neslen. Yani elden hali oğan. Mandak nimelenço yüzün silsilen meşhur oğan. Mandak mevsulunun üzerine men ve ma koşuş. Ama ellezinin üzço bu mevsul. Elden hali emez. Bunu mendub kılınmaydı. Mendub kılınmaydı. Şu elden hali olan, elip olanlar hali olan men ve ma koşuş bu hıl mevsulların üzerine mendub kılındı der. Mesela bir zemzem olmuş ki yakın buludu bu bir zemzem ve men hafarar.
Yani va men hapara bi'r zemzemin. Bi'r zemzemga o'xshash. Yanlış keladi. Ay bi'r zemzem va men hapara. Endi demakchi, qanday demakchi bo'lganda va men hapara bi'r zemzemin degan o'xshash demoqchisizlar. Zarur she'rning jahdidan bu gap biz suv ta'lif bo'ldi. Voy kim ko'lganda ha shu zamzam quduqni degan o'xshash. Voy kim ko'lganda zamzam quduqni debdi. Mana bu yerda man nim bo'ldi? Ism mavsul oldu. Bu elden xoli bo'lgan bo'ldi. Allazi allati emas. Bu qas bo'lmaydi. Hem bu o'zingki silsanki aslimiti va man hapara bi'r zamzamin. Shu bi'r zamzam degan jo silsa. Yani habara bi'r zemzem. Ben mevsul habara bi'r zemzemin o menneki silsi. Bu sillen meşhur oldu da. Muşundak mendup kalsa, isim mevsul olsa, onun özünçe yani mendup kılındı. O şartı meşhur oldu. ومنتهى المندوب صله بالألف مطلوبها إن كان مثلها حذف hem de mendupnanki ahırne ulug'in u oxirga elipni ulab qo'ydim. Elipni ulab be. Va zayda la tab'at. Va zayd sen jirahlashib ketmagan, ben de uzoqlashib ketmagan degandek. Va zayda la tazhab la tab'at degandek. Masalan, bu munada mendupning oxirgicha munada mendupning oxirliga shu kunda chaqirilgan. Hem okşunca yakın kilişke ünderigen monada menduptanki tüggensiga ulug'in ay tüggensiga elipni ulug'i. Matluha inkana mislaha huzib. Hem onunki matlusi aş monada menduptanki nimisi haz kılındı aş monada mutlu monada niminki monada menduptanki ahırga egeş küçüne eğer boğan bolsa aş metluvi haz kılındı ay munaday menduptanki nimisi ahırga yani muntahasının üzerine haz kılındı. Eğer boğan bolsa aş munada menduptanki muntahası ay elipten üzgün şaş yani elip bolsa demek. Elip bolsa ona haz kılındı. Mesela va Musa degenizde bir yerde Musa'nın uzun bir elif var. Labzan bulmuş mu? Nima hattan bulmuş mu? Kitabetten bulmuş mu? Lafzan elif var. O elifle hazip edip Musa diye elif. Musa'nın elifi. Bunun için eliften beni keltirildi. Va Musa diyormuşuz. Nima uchun deganda aşağıda bir mandub ekanligini uqtusin uchun. Xo'sh. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. Şunu o'xshash qanday qilindi deganda bu munada mandubning oxiriga alifni qo'shildi. Qachon, qaysi vaqtda deganda u munada mandubning oxiri tanvin olsa. Tanvin oldu. Mesela silsinin ahırda olsun ya silinin gayrda olsun ve men hapara bi're zemzemin aslında. Bana buna tanın oldu da bu munada mendupның ahiriki bu tanvin oldu. Mesela ya gulame zeydin deyli. Ya gulame zeydin degende bunun ahiri ne oldu? Tanvin oldu. Munada mendupның ahiri tanvin olgun bolsa. Meyli sildi olsun ve men habara bi'ra zemzemin. Mesela ne oldu? Bu sil oldu. Silinin ahırda oldu. Men mevsub habara bi'ra zemzem ona silinin ahırda oldu.
Yoki silning g'ayrida olsunki, ya g'ulama zaydin. Manda bo'lib qolgan bo'lsa, tanvin bo'lib qolgan bo'lsin, qanday qilindi? Shunga o'xshash qanday bir narsani tanvinniki, yani tanvinim ziyoda qilindi demoqchi gapda. Yoki tanvin bo'lgan bo'lsa, silning oxirida, silning g'ayrining oxirida o tanvinim ziyoda qilindi. Shunga o'xshash ziyoda qilindi. Unda bir narsani tanvinniki, o tanvin bilan o jumla bitibdi. Ya g'ulama zaydin degan o'zida mush tanvinin bo'lgan bo'lsa, elifni ziyoda qilindiki, ya g'ulama zayda deb. Vaman vaman hapara bi'ra zamzama ya g'ulama zayda degan o'xshash. Tanvin bo'lgan bo'lsa, jumlaning oxiri nimlar bo'pti? Ay tanvindan kamalat yetibdi demak, shu tanvin kirgan ism bilan o jumla bitgan bo'lsa, shuning o'zini qanday qilindi? Shu elifni ziyoda qilindi deydi. Mayli sildan bo'lsin, mayli sildan boshqasidan bo'lsin. Sil bo'lgani masalan, va man hafara bi zamzam deganda va man mavsuf. Hafara bi zamzam sildan bo'lsin. Ya silni boshqasi olsunki, ya g'ulama zaydin. Bunda ne bo'ldi? Bu yerda bu silning g'ayri. Bu vaqtda bu munada mandubdanki oxirga elifni ziyoda qilindiki, ya g'ulama zayda deb. Shu vaqt qanday qilgan bo'lsan, niltal amal. Arzuga yetgan bo'lsan deydi. Qachon, qaysi vaqtda, mesela elif bo'lganda, o munaday mandubning oxiri elif qo'shildi. O qanday qilindi deganda, onundan o elif kirishdan burungi elifning o'zi, o elifning maqabisi agar uning o'zini elif bo'lgan bo'lsa, xuddi Musa deganda elifni evatgan o'xshash, evatib turib, mandubning elifni qo'shatdi. Nima uchun? Nadbini o'qitish uchun. Mana shu elif bo'lsa, ya tanvin bo'lsa, vaqtda bunda qilindi, vaqtida elifni qo'shildi deydi. Elifni qo'shildi, shu vaqt qo'shsang, niltal amal, sen haqiq orzu etgan bo'lsan deydi. Bu niltal amal emas, qopiyni tashxis uchun kelgan bir kalim bu. والشكل حتما أوله مجانسا يكن الفتح بوهم لابسا يقين قرن شكلها vacip tarikada o şekli için bir mucanisni. Yani mesela bir şekillendirgen çağda o ilki bir mucanis mesela çıkış alaydıgan mesela mandak bir hareketini vergen dedi. Şekline yakın kırın o şekli yakın kırın o şekilge vacip tarikada bir çıkış alığı için مثلا القى نمديمز واو ضم bilan chiqish oladi elif fathi bilan chiqish oladi yo kasr bilan chiqish oladi mashhurlar mujanis aytdik ya anga o'xshash shakl vojib tariqada yaqin kelgan o shaklga mujanislar bir-biriga chiqish oladigan mandaq harakatni bergan agar fathi bo'lgan bo'lsa fathi bo'lgan bo'lsa bir vahmiga o'xshib qo'ygan bo'lsa bir vahmi tug'dirib qo'yibdi agar bo'lgan bo'lsa fathiya iltibos keltirib qo'ygan bo'lsa bir vahmini agar fathiya harakat bir yo'q shaklga rioya qildim deb u vaqtda birda bir masalan u mufrat tasniga iltibos keltirib qo'yibdi masalan o vaqtning o'zida o fathi irab berilmaydi demakchi. Yani bunu da biraz zıkkara kekletipti musnadlar şerhiyle de. Bu vakta fethi irab berilmeydi. İnin gayri de vahmiga iltibas keltirib qo'ygan bo'lsa, fethi irab berilmeydi. Eğer iltibas keltirmasa, vahmini to'g'dirib qo'ymasa, fethi irab bo'ladi deydi.
Muşun bir yılki yüzünki çıkış alaydıgan, hem şekli bolalaydıgan şekliga rioya qilishing vojib deydi. وواقفا وواقفا زد هاء سكت إن تريد وإن تشاء فالمد والها لا تزيد ve vaqt qilgan holatda tug'an holatda zodi qilgan saktining osini agar shu saktining osini maqsad qilib qo'yib qolsang ay saktin zodi qilgan deydi. Ya'ni mandubninki o'zi tusa mandubni turib qilib qolsa uningga qanday qiladi ay sakti qo'shiladi deydi. Vazeyda degandek vazeyda mana merdeki ha nima o ta vaqtning tasi. Bunu o'qilgan chog'da ha o'qiladi da vazeyda demişiz. Vaqt qilgan holatda tug'anni vaqt qilgan holatda ziyod qilgan saktining asini ziyod qilib vaqt qilgan holda saktining asini ziyod qilgan vazeyda. Eğer şunu maqsad qilib qolsang agar xohlasang mad bilan suzib o'qi vazeyda demay vazeyda deb ani chiqarmay vazeyda vazeyda deb biroz suzib bundaq o'qi agar xohlasang u vaqtda ani ziyoda qachon agar vaqt bo'lmaganda ani isbot qilma deydi. Qandaq vazeyda dema yoki vaqt qo'ysam mandubni ustida vaqt bo'lgan holatda uningga aysak tug'im qo'shilgan bo'ladiki vazeyda deysan yoki vaqtni sutu vaqtni sutu xohlasang va intasha fal mad qil vaqt vazeyda deb ani keltirma ani ziyada qilma. وقائل وقائل وعبديا وعبدا من في الندى يازا سكون أبدا و بردوشة وكندا وعبديا وعبدا yani bir kişi aşkar kıldığı kişi nidada yani ki sakımның egisi olgan yani ço hem nida kılan aşkar kan kişi oldu. Ve depti bir adam böyle çoğakında ve abdiya ve abdada. Yani aşkar kıldı bir kişi nidada bir yani ki sakın boğan yanın sakın egisi olgan yanın yüzünü ço ziyade kıldı aşkar kıldı. Yani demekçi ya mütekellim zapkınlıgan bir mendup kaçan bir yani mudaptın üzni ya mütekellim zap kılınsa mesela va abdi deyken de ya mütekellim zap kılınırken de yani sakin kılgan bir kabile varken yani sakin hukuken ya va abdi der. Onun da kanda kılındı va abdi ya deydi. Va abdi ya yani madak ziyade kılıp okuydu. Nidada yani ki yanzar kıldı ki aşkar kıldı bir kişi nidada yani ki sakin olan irsi olan yani zat kıldı aşkar kıldı ve abdi ya ki ya abdadır o kunda kılık kılışlan yani hazb kılışlan mandah mı kıldı dedi. Yani bunun da yani hazb olduğun mandah mı kıldı bakın da kesirlen bir hacet oldu. وعبداد دegandek. Yani bunda koksak mı olur ya ki vabdiya desek mi olur değil. Xolas gap bundan.
Bunun da iki vecihi olsun şekilde. Ve abdiya ve abdada. Hoş, bu bugün ma dersimiz başına mutlu olsun. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.